Suv har doim bizning yonimizda. Uning oqimi shaharni harakatga keltiradi, insonlarni bog'laydi. Yanada porloq kelajak uchun biz bugun suv oqimini yanada aniqlik bilan tahlil qilamiz. (1997 yil Koreyada birinchi mustaqil ko'p kanalli ultra tovushli o'lchashning original texnologiyasini ishlab chiqargan va 2004 yilda CMNTech nomi bilan tashkil etilgan HSCMT suv resurslari va energiyani aniq o'lchash hamda boshqarish tarmoqlarida innovatsion kompaniyaga aylandi. AI, Digital Twin va AKT texnologiyalari uyg'unlashgan aqlli tarmoq boshqaruvi orqali samarali suv resurslarini boshqarish va energiyani tejashga yetakchilik qilmoqda. So'nggi 20 yil davomida suv resurslarini o'lchash va yig'ish, nazorat, tahlil va oldini olishgacha bo'lgan. Suv aylanishning barcha bosqichlari uchun mahsulot va xizmatlarni taqdim etib, Koreyadagi eng yirik amaliy tajriba va ishonchga sazovor bo'ldi. Hozirgi kunda HSCMT Janubiy Koreyada suv va energetika o'lchov xizmatlari bo'yicha noyob texnologiyaga ega yetakchi kompaniyaga aylandi. HSCMT texnologiyasi o'lchashning asosiy jihatlari ishonchlilik, barqarorlik va samaradorlikka qaratilgan. Ultratovush tarqalish vaqti farqi usuli orqali juda past xato oralig'ida suv resurslari sarfini aniq o'lchaydi. Jamoat infratuzilmasidan sanoat obyektlarigacha suv aylanishining barcha bosqichlarida bir xil samaradorlik va yuqori ishonchlilikni ta'minlaydi. O'lchangan ma'lumotlar xavfsizligi kuchaytirilgan tarmoq orqali boshqaruv serveriga yuborilib, real vaqt rejimida masofadan boshqarish imkonini beradi. Tarmoq yechimlari orqali oqim, bosim, suv sathi, oqish kabi turli ma'lumotlarni monitoring qiladi va samarali va aqlli suv resurslarini boshqarishni ta'minlaydi. Bunga imkon beruvchi asosiy texnologiya HSCMT ning mustaqil intellektual suv resurslarini boshqarish tizimi IWMS dir. IWMS aqlli o'lchag'ichlar va AI Digital Twin hamda AKT ni uyg'unlashtiradi. Ma'lumotlarni aniq o'lchab, real vaqtda tarmoq holatini kuzatadi. Ko'p yo'nalishli tahlil va prognoz nosozlik belgilarini erta aniqlaydi. Avariyalarning oldini olib, tezkor qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydi. IWMS yagona platforma Seawater Navi, S-Navi, E-Navi va DPNetni birlashtiradi. Natijada suv resurslari samarali, tizimli va oqilona boshqariladi. Hozirda ushbu tizim K-Water, Koreya Markaziy isitish korporatsiyasi va boshqa davlat hamda mahalliy idoralar obyektlarida qo'llanilib, zamonaviy suv resurslarini boshqarish tizimi sifatida rivojlanmoqda. Suv oqimini yuqori aniqlikda o'lchash texnologiyasi HSCMT UR 1100 ko'p kanalli ultra tovush, oqim o'lchagichi suv tozalash va oqova suv inshootlari, chuchuklashtirish zavodlari hamda kimyoviy ishlov berish korxonalarida yuqori aniqlikdagi o'lchovni ta'minlaydi. Ultra tovush vaqt farqi va ikki integratsiya usuli orqali oqim tezligi hamda hajmini plus-minus 0 balli, 1 dan 0 balli 5 gacha foiz aniqlikda hisoblaydi. Ko'p kanalli tuzilma notekis oqim tezligi sharoitida ham aniqlik va barqarorlikni saqlaydi hamda yirik ultra tovush o'lchagichlarda Koreyada eng yuqori o'lchash aniqligiga ega. Shuningdek, qisqa to'g'ri quvur qismi, suv ta'minotini to'xtatmasdan bajariladigan montaj, oson texnik xizmat bilan o'rnatish samaradorligi va foydalanish qulayligini oshiradi. Shifrlangan simlar simsiz aloqa orqali real vaqt ma'lumotlarni xavfsiz uzatadi. Masofaviy monitoring va boshqaruv yoki GIS yechimlari bilan integratsiya qilinib, suv tushumini oshiradi, sizib chiqishni kamaytiradi.
Kundalik suv iste'molini aniq o'lchash texnologiyasi. HSCMT ning batareyali ultra tovushli suv hisoblagichi, Aqua W binolar va turar joy majmualari, jamoat muassasalari, sanoat obyektlari kabi masofaviy va avtomat boshqaruvli turli muhitlarda hisob-kitob aniqligi va suv samaradorligini oshiradi. Ultra tovushli to'liq raqamli suv hisoblagichi kam quvvatli signal qayta ishlash va oqim diapazoni 250 martadan ortiq bo'lgani uchun past oqimda ham aniq o'lchaydi. Mexanik qismlar yo'qligi sabab bosim yo'qotilishi yuz bermaydi. IoT aloqa funksiyasi orqali oqim, bosim, haroratni real vaqtda kuzatadi va tashqi quvvat manbaisiz ichki batareyaning o'zi bilan 10 yil barqaror ishlash imkonini beradi. Ma'lumotlar IoT va VPN LTE simsiz tarmog'i orqali smart tizimga uzatilib, sizish va nosozliklarni real vaqtda aniqlaydi. Ishonchli va barqaror suv ta'minotini ta'minlaydi. Ko'rinmaydigan issiqlikni raqamlashtirib, energiyani aqlli boshqarish texnologiyasi. HSCMT ning ultra tovushli issiqlik hisoblagichi N-Ray seriyasi mahalliy isitish va binolar kombinatsiyalangan tizimlar uchun moslashtirilgan bo'lib, oqim hajmi va harorat farqi asosida energiya sarfini aniq hisoblaydi. %1 oqim nisbati va ilg'or shovqinni bartaraf etish texnologiyasi. Yuqori harorat va bosimda ham barqaror konstruksiya bilan keng o'lchash diapazoni va yuqori ishonchlilikni ta'minlaydi. O'lchangan ma'lumotlar shifrlangan tarmoq orqali issiqlik quvurlari tarmog'i tizimiga uzatilib, bu esa real vaqt rejimida kuzatish va tahlil hamda samarali foydalanishni qo'llab-quvvatlaydi. Koreya Respublikasida aqlli suv va energiya o'lchash sohasini yetaklagan HSCMT endi ichki bozor bilan cheklanmay, global bozorga chiqmoqda. HSCMT SUV va energiya boshqaruvi dolzarb bo'lgan hududlarda mustaqil texnologiya asosida yaratilgan aqlli IWMS ni joriy etib, barqaror suv boshqaruvining yangi standartlarini belgilamoqda. Biz suv oqimini eng birinchi, eng aniq o'lchaymiz. Suv oqadigan har qanday joyda bizning texnologiyamiz yetib boradi. Barqaror suv resurslarini boshqaruvi yo'lida HSCMT siz bilan birga.